Said Ahmad Ufq trilogiyasi. Said Ahmad o'zbek adabiyotining yorqin siymolaridan biri hisoblanadi. Adibning Ufq trilogiyasi xalq hayotining dardu quvonchlari, sinov va sabrlar aks etgan hayotiy asar. Ushbu asar 3 qism: 45 kun, hijron kunlari, Ufq bo'sag'asida kabi qismlarni o'z ichiga oladi. 45 kun mehnat va muhabbat sinovi. Katta Farg'ona kanalini qurayotgan xalq, o'z orzusi yo'lida fidokor insonlar, Azizxon va Lutfinisaning fojiali muhabbati yurakni larzaga soladi. Hijron kunlari, urush yillari, front ortida qolgan xalqning og'ir hayoti, vijdon va xiyonat o'rtasidagi kurash, inson qalbida kechgan jang bu asarning eng katta dramatizmidir. Ufq bo'sag'asida umid va armon, halokat va najot. Qahramonlarning taqdirlari yakun topadi, lekin hayot sinovlari davom etadi. Bu asar xalqning sabrini, insonning vijdonini, hayotning achchiq haqiqatlarini aks ettirgan ulug' romandir. Said Ahmadning Ufq trilogiyasi o'tmish saboqlari va bugun haqiqatlari tutashgan badiiy asardir. Ufq inson ruhining cheksiz ufqi. O'qing, his eting, o'ylang.